Assalomu alaykum. Bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Bugun studiyada men Mohliroy Sobirova va Telebiron ko'rsatuvi hamkorimiz mazali mevali yoqimli Kango. Demak biz boshladik. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Boyaga opajon qayoqqa ketdi? Opachingiz u yerda o'tiribdi ana. Nimaga kipri yopishtirib keldingiz? Kutiga yopishtirmayman. Ana uzun turibdi-ku. Oddiyda? O'zingiznikimi? Ushlab ko'rsam maylimi? Yo'q. Nimaga? Bo'lmasam uzilib ketadi. Mayli. 1 2 3 deyman, zo'r she'r berasiz. 1 2 3 ketdik. Rayhonim aslo so'limang, sira ham dardga to'lmang. Jannatim jonajonim, ona siz kasal bo'lmang. Borsiz nurafshon xonam, fayzli uyim ostonam. Bo'lsin menga har azob. Ona siz kasal bo'lmang. Minoyim doktor, keyin adam esa soldat, yurtimizni himoya qiladi. Dadam ko'proq yurtimizni himoya qiladi. Yurtimiz bo'lgan keyin menda dadam har doim pistoleti bo'ladi, keyin menda dadam hammani o'ldiradi. Qayerdan keldinglar? Toshkentda. Ana u nima edi? Toshkentdan keldik. Toshkentdan kelgandik. Toshkentga qanday? Samarqanddan keldik, Samarqanddan. Samarqanddanmi? Anam aylanib keldik. Sizga bitta maqol aytib beraymi? Ha, aytib bering. Onang bor, o'qsan, onang yo'q, bo'qsan. Uydan gapirib berishmaqasini. Qayerdan o'rgandingiz? Kim o'rgatdi? Ayam. Hozir bog'chada yurasiz. U yerda hech kim sizni asabingizga mimdiqa qilib tegmaydimi? Yo'q. Faqat o'ynatmaydi. Nimaga? Shunga bilmayman. Arazlab kelaveradi uyga. Men narsamni olib qo'yishdi, meni urishdi, menga o'ynatishmadi. Qarang sizlarni, akalar Ramazon biron marta himoya qilganmi? Ha. Gapirib beringchi. U hikoya emas-ku sizga gapiradi-yu. Xo'p, lekin Hikoya qilavermayman, esimdan chiqib ketadi. Men uraveradi, shuncha qilig'ini qilaveradi menga. Desa ham bo'ladi. Urib tashlayman. Kuladi ustimda. bu himoya degani emas-ku. Himoya-ku. Himoyani teskarisi-ku, Diloromxon. Teskari tushaveradi o'z rasmga. Bir kun uyg'ondingiz. Qarasangiz, uyda hech kim yo'q. Uyda bitta o'zingiz qolib ketdingiz. Nima qilasiz birinchi bo'lib? Birinchi bo'lib tishimni yuvaman. Keyin ovqat bo'lgan bo'lsa, ana shu ovqatni pishiraman. Ovqat yo'q bo'lsa, mana ko'chadan ovqat zakaz qilib yeyman. Qanaqa qilib zakaz qilasiz? Telefonim yo'q-da, lekin hammaga aytaman, mana telefonlar deb turlar, zakaz qilib ovqat deyman. Uydagilaringiz qidirmaysizmi? Qidiraman, lekin boshini yo'lda o'tishda bilmayman-da. Shunda hozir Orifjon uyda hech kim bo'lmasa xursand bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q. Ha. Ovqatni kim pishiradi? Kirlari kim yuvadi? Dasturxonni kim yig'ishtiradi? Agar ular kechgacha kelishmasa nima bo'ladi? Kechgacha kelishmasa bilmayman. Men bilaman. Orifjon bir burchakka o'tirib yig'lashni boshlaydi. Aniq. Men yig'lamayman. Ha. Oddiygina ko'chada Muslimaxon ayja deb Faqir beringchi. Yo'q. Ko'chada ketayotgan paytingizda yerdan pul topib oldingiz, nima qilasiz? Tashavvuraman sizga. Voy. Nega? U kir bo'lgan. Musor mikrob. Yuvib tozalab olsa bo'ladi-yu pulni. Pul keyin qo'l bo'ladi. Quriydi keyin. Ashni ham tashlab yuborasiz. Yutilib tashlaydi. Bo'lmasam egasiga berib yuborish kerak topib. Egasi zo'rda. Siz Maryam dilimni o'rtasiz bir xil payt. Bir xilgi payt qachon men sizni dilingiz O'tgan og'ridi? yil syomkada. Nima dedim? Jalba qildingiz, o'tgan yil deyapman. Xo'p, kimga jalba qildim? Menga jalba qildingiz. Nima deb? O'tgan yil deyapman, qattiq eslayman men. Men eslolmayman lekin. Mana hozir yilda Ha. 1 yil o'tadi shunda. Eslay olasizmi shu voqeani? Eslay olaman.
Mana faraz qiling 1 yil o'tdi. Eslolmayman. Hech narsani eslamayapsiz. Men eslolmayman, lekin siz hozir o'tgan yilgi alamingiz uchun hozir meni xafa qildingiz, shunaqami? Lekin xafa qilmadim hozir sizni bilgan bo'lsangiz agar. Aytaymi nima deganingiz? Och qoringa uxlash mumkin deyapsiz. Men lekin och qoringa uxlolmayman. Ko'pchilik uxlolmaydi. Siz ham uxlolmaysiz. Bo'pti, uxlolmayman. Bu. Boshqa savol bering, nima bo'pti? Xafa qilgan bo'lsam. Nimadir bo'lmadi sizga. Yuragim og'ridi. Meni ham yuragim og'ridi. Dilim og'ridi. Boya ko'l uchganim uchun. Ish qilaman. Nima ish qilasiz? Narsani yig'ishtiraman. Izguskalarni yig'ishtiraman. Pollarni poq qilaman. Zarina, sinfinglarda eng chiroyli qiz kim? Men. Rostda? Qayerdan bilasiz? Chunki uzun sochlarim chiroyli, bo'yamasanim chiroyliman o'zim. Rostda? Sinfda boshqa chiroylilar yo'qmi? Menda chiroylilar bor. Uni sochi kaltada. Shunda men xonummanmi? Yo, chiroylisan. Sochim kalta-ku. Yo, sochi sariq ekanda. Zarina, uyda eng ko'p kim ovqat yeydi? Dadam. Nimaga? Bilmadim, qo'nilari chiqib ketdi. Dadam ham ko'p ishlaydilar. O'shanda. Nima ish qiladilar? Akfaga ishlaydilar, derazalar qo'yib beradilar o'shanda. Dadalar agar ishlamasalar nima bo'ladi? Pul topmay. Shuncha ishlash kerak. Pul topish kerak, soqqani bosish kerak. Kechqurun Shukrona osmondan nimani ko'rsa bo'ladi? Kechqurun yulduz, oy ko'rish bo'ladi. Agar nima yulduz uchsa osmondan, shundan niyat qilsa bo'ladi. Oyga borish uchun nima qilish kerak, Shodiyona? Soatga chiqishga, yo'q, mashinada kelishga, samolyotda uchish kerak. Samolyot uchadi. Soatini otganda qo'yib, oyda oladi, yulduzda oladi. Oyda olmaydi-ku. Oladi. Oy katta-ku, qo'lingga sig'maydi-ku. Samolyotga ham. Qaranglar, oyga bordik. Keyin borganingizda sizlarga o'xshagan bolalar bo'lsa, ularga ham sovg'a olib chiqasizlarmi? Yerdan nima olasizlar? Gulov olamiz, keyin pishirib olib, somsa olamiz, keyin to'yta olamiz. Yangam qilmaydi. Nimaga? Yangam yomon. Nimaga? Qilmaydi. Hech qanaqa ish qilmaydimi? Faqat bolalarga qaraydi. Bolalar nima shuncha? Qancha? 3 tami? Bittasimi? Yangiz bolasimi siz? Yo'q. Nafisani ayasimi? Uni. Qarang, Orifjon, kimni ko'rsangiz, xafa bo'lib oldindan ketib yuborgingiz keladi. Furqat tog'amdan. Furqat tog'ingizdanmi? Chunki babiyom faqatgina upuradi. Demak, sizni yaxshi ko'rar ekanda. Tomog'imda o'padi faqat. Tishlab. Upuraman dedi-da. Babiyu o'pmang, babiyu o'pmang deyman. Keyinchi xo'p deydi-da, keyin yana o'puradi. Keyin menda derazani ochib parshada turadi. Parshadorimiz qolmagandaki, hamma parshadorlarni chaqib tashlaydi. Shundan keyin yig'laganimizdan keyin boshimizga parsha kirayki, hamda qashimizda menda oyoq quradi-da, bitta qurtlarni hamda ezib, qo'li bilan ezib tashlaydi. Meni ham sochim yulatdim deb tortib, taroq bilan qattiq tortib. Ayam tortib tashlaydi, meni ham sochim. Sizlar nimadan qattiq qo'rqasizlar? Men zombidan qo'rqaman. Nimadan? Zombi. Sizchi? Men arvohdan. Sizlarni ko'chada kim himoya qiladi? Dada. Yo'q, opacham. Himoya qiladi. Kimdir bizni yig'latsa, shunda opamga aytib beramiz. Shunda keyin uradi. Adam o'z Alloh yoniga ketganlar. Keyin akam, oyim, o'zim qolganmiz. Keyin komilodamga boramiz. Komilodam ovqat qilib beradilar menga. Sizni ko'proq yaxshi ko'radimi? Oyim yaxshi ko'radilar. Dadam yaxshi ko'radi. Bittagina akam yaxshi ko'radi. Nimaga? Chunki akam meni uradi. Akangiz ismi nima? Abdurahmon.
Nimaga kelmadilar birga? Uyda qo'rg'ilab o'tiradi. Necha yosh akangiz? 16 16 yoshmi? yo'q, Ha, 15 yoshli. 15 yosh. Ular meni uradi. Nimaga? 4 ta bola meni uradi. Nimaga? O'zim ham bilaman. Bilmaysizmi? O'zingiz himoya qila olmaysizmi? She'r bilasizmi? Po'lat raizlari, sura shirin xayollar, bayramingiz muborak. Bugun aziz ayollar, mehr degan bir ajib yestug'oning balog'i. Sizlar borki o'chmaydi, xonadonlar chirog'i. Dardingiz ichga yetib doim kulib turasiz. Mehrdaryo chiroyli farishtalar bo'lasiz. Farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishini xohlasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.